Xo'p, o'rtoqlar, biz ham Polshadan Portugaliyagacha bo'lgan safarimizni 77-kuni xabaringlar bor. Biz 4-davlatimiz Italiyadamiz. Xudo xolasa yo'limizni Italiyaning Milan shahriga qarab yo'l olganmiz. 112 kilometr qoldi. Tabiat, atrof muhitga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Italiyada havo harorati o'ta issiq, o'shaning uchun oldimizda mana swimming arealar chiqsa, o'sha yerlarda cho'milib maza qilib ketyapmiz, xudoga shukr. Lekin oyoqlar уже почти fucked up. Ko'rishingiz mumkin. Bu suvga ko'p tushgandan emas, bilmadim lekin nimaga kelgan, to'g'risi. Bitta Abdulazning tirnog'i sinib ketgan. Lekin nima bo'lganda ham bizda o'sha orqaga qaytish degan plan yo'q. Xudo xolasa maqsadimiz Portugaliya, Yevropani boshidan oxirigacha butun insoniyatdan hech kim qilolmagan ishni ikkita o'zbek qilish niyat qilganmiz. Xudo xolasa 77 kun yurdik, endi bundan bag'am oz qoldi, nasib qilsa 2 oy ichida yetib borishimiz kerak. Manzilimizga maksimalni tabiat manzarasi umuman gap bo'lishi mumkin emas. Kanalimiz aktiv bo'lib, like, kommentariy ham portlatib turgan har bir o'sha o'zbek xalqiga mana shunday kelishni shu tiladik, lekin to'g'rimi do'stim? Albatta. Tanajonlar sog' bo'lsin, bizlar 77-kun O'zbekiston, let's go.